Siz umringizda bunaqa telefon ishlatganmisiz? Qayerdan ham ishlatardingiz buni? Telefon insonni katta qilib qo'ymaydi. Bunaqa matohing borligi seni boshqalardan ustun qilib ko'rsatmaydi. Bu oddiy ehtiyoj xolos. Bering telefonimni. Darsdan keyin olasan. Bu meni shaxsiy narsam. Olib qo'yishga haqqingiz yo'q. Ha, yaxshi. Haqqingni yaxshi tanigan ekansan. Lekin darsga xalaqit qilish noto'g'riligini bilmas ekansan. Siz bir umr o'lib ishlasangiz ham bunaqa telefon ola olmaysiz. Yaxshi. Bering dedim sizga. Darsdan keyin olasan dedim. O'tir joyingga. Mayli. Unda xayr. Bolalar, e'tibor bermaymiz. Darsni davom ettiramiz. Ey, Jonga tegib ketdi mana shu ustozing. qo'ysang-chi, ayol kishi bo'lsa, shu bilan tenglashasanmi? Hali ko'radi mendan. Nima qilmoqchisan? Ishing bo'lmasa, Baribir hech nima qila olmaysan. men senga ko'rasan dedim-ku. Dilshod opani hamma hurmat qiladi. Qo'lingdan hech nima kelmaydi. Qo'y, siqilma. Buni hali ko'ramiz. Hali mashq qilgan ishiga pushaymon bo'ladi. Ana obudga yetib qo'ygan. Hamma uyga vaysa darslarni qilib tashlasin. Algebra qolib ketgacha. Muammo yo'q. Anu, xarajati bor-da. Ma, yetadimi? Yetadi. Yur, tarix darsi tugadi. Ustoz, uzr, boshqa qaytarmaydi. Ozgina qiziqib ketib qoldim. Mana telefoning. Boshqa qaytarilmasin. Xo'p bo'ladi ustoz.